Gulkaram yaxshi ko'rarding-a? Bilasiz-a buvijon? Men zo'r bir retsep o'ylab qo'ydim. Senga yoqadi. Men aytgan masalliqlarni olib bersang bo'ldi. Ilgari cholim rahmatli bilan arzon va sifatli bozor qilish uchun savdo bozorlarga borardik. Hozir bo'lsa har qadamda kartinka bor. Baraka topsin. Hozir kartinka yanada arzon narx dasturini yengilab, oila byudjetlarini tejash uchun 200 dan ortiq arzon narxdagi mahsulotlar bor ekan. Bu dastur butun respublika bo'ylab tarmoqning barcha ko'rinishida amal qilar ekan. Yanada to'liq ma'lumotni pastda yozib qoldiramiz. Karam bo'lachalar bo'lib olib, tuzli suvda 2-3 daqiqa qaynatib olamiz. Ozgina qiymaga tuz, murch, ozgina suv qo'shib, maydaroq qilib ko'kto'chalarga solamiz. Ustiga qiymalarni chiroyli qilib terib, idishga 4 ta tuxum chaqib, 2 osh qoshiq smetana, 2 osh qoshiq mayonez, yarim choy qoshiq paprika, 1 choy qoshiq garchitsa, tuz, ozgina murch solib, tayyorlagan quymog'imizdan quyib olamiz. Ustiga qirg'ichdan o'tkazilgan sirni sepib olib, 180 gradus qizigan duxovkada ustiga ozgina qizarguncha pishirib olamiz. Shunaqa Gulkaram pishgan vaqtda sizlar ham bitta tayyorlab ko'ringlar. Albatta sizlarga yoqadi. Juda mazali.